Assalomu alaykum. Mana hazar bosib turib yetishtirilgan ko'chatlar. Tut daraxti, mayda barglik, hamisha bahor. Palmalar, trikarpus palma. Mana bu ko'chatni hozir nomi yodim kelmayapti. Tutlar hamisha bahorni vaynisi deyiladi bu. Mana yana qanaqadir gul ko'chati. Bu yerda tutlar bor ekan, bodom bor adashmasam. Mana yashil hamisha bahor vaynisi. Burchina bor ekan, juda ham chiroyli shakl berilgan mana. Xrustashga shakl deydi buni. Juda chiroyli shakl berilgan ekan. Marjavekalar, ularga ham shakl berilgan. Qirim sasnasi bor ekan bu yerda. Burchinani mana baland qilib shakl berilganlari bor ekan. Savdojoy yo'lda usta bo'lgancha shovqin bo'lib turibdi. Mana endi bu yerdagilarni ko'rsataman. Kompakt tuya, Голубой kiparis, spiral shaklda xrustashka shakli berilgan. Murch-mulla degan o'simlik. Mana bu yerda ham marjaveka, hamisha bahorlar bor ekan. Juda chiroyli qilib yetishtirilgan.